Assalomu alaykum Jonli ijro TV kanali obunachilari. Bugun men sizlarga yangi video qilishga harakat qildim. Video boshida bir dona like bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Kanalda hali ham obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri tarixi. Qarshi shahri O'zbekistonning janubiy qismida, Qashqadaryo viloyatining markazi hisoblanadi. Bu qadimiy shahar boy tarixi, madaniyati va strategik geografik joylashuvi bilan ajralib turadi. Qarshi shahrining qadimgi tarixi. Qarshi shahri tarixi miloddan avvalgi davrlarga borib taqaladi. Dastlab bu hudud qadimgi Baktriya va So'g'diyona sivilizatsiyasining tarkibida bo'lgan. Miloddan avvalgi 4-asrda Iskandar Zulqarnaynning yurishlari davrida ushbu hudud ham uning qo'shinlari tomonidan bosib olingan. Keyinchalik shahar Kushon imperiyasining tarkibiga bo'lib, savdo-sotiq va madaniyat markaziga aylangan. O'rta asrlarda shahar Nasab deb atalgan va u Markaziy Osiyoning muhim savdo markazlaridan biri sifatida tanilgan. Tarixiy manbalarga ko'ra, Nasab shahri 9-10 asrlarda Somoniylar davlatining muhim shaharlaridan biri bo'lgan. Shu davrda shahar iqtisodiy va madaniy jihatdan rivojlangan. Madrasalar, masjidlar va karvonsaroylar qurilgan. Mongollar va Temuriylar davrida Qarshi 13-asrda Mo'g'ullar Markaziy Osiyoni bosib olgandan so'ng Nasab shahriga jiddiy zarar yetkazilgan. 13-asrning o'rtalarida Chig'atoy ulusi hukmdorlari tomonidan qayta tiklangan. Aynan 13-asrda Mo'g'ul xoni Kebekxon bu yerda katta mudofaa devorlari va qal'alar qurdirgan. Ushbu qal'a Mo'g'ul tilida Qarshi, ya'ni qal'a deb atalgan va vaqt o'tib shahar ham Qarshi nomi bilan mashhur bo'lib ketgan. (14-asrda Amir Temur davrida Qarshi yana muhim strategik va madaniy markazga aylangan. Temuriylar davrida shaharda madrasa, hammom, bozor va boshqa inshootlar qurilgan.
Buxoro xonligi va Rossiya imperiyasi davrida 16-asrda Qarshi shahrida Shayboniylar sulolasi hukmronlik qilgan. Qarshi Buxoro xonligining janubiy qismida eng muhim shaharlardan biri hisoblangan va hatto bir muddat xonlik poytaxti bo'lib xizmat qilgan. 19-asrda shahar Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olingan va 1873-yilda Buxoro amirligi tarkibida qoldirilgan bo'lsa-da, imperiyaning ta'siri kuchayib borgan. Qarshining diqqatga sazovor joylari. Qarshi shahrida bir qancha tarixiy va madaniy obidalar mavjud bo'lib, Odina masjidi, Ko'p gumbaz masjidi, Kesh qal'asi qoldiqlari. Qarshi shahri bugungi kunda ham o'zining boy tarixi, rivojlangan infratuzilmasi va madaniy merosi bilan diqqatga sazovor maskanlardan biri bo'lib qolmoqda.